Ortopedik muammolarning aksar qismi operatsiyasiz, ya'ni konservativ davo orqali davolanadi. Bunday usullar og'riqni kamaytirish, harakatni tiklash va mavjud kasallikni nazorat qilishga yordam beradi. Keling shularni qisqacha sanab o'tamiz. Birinchisi dori vositalari, ya'ni og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi dorilar. Xondroprotektorlar, ya'ni tog'ay qatlamini tiklashni rag'batlantirish orqali yoki bo'g'im ichiga steroid yoki gialuron kislotasi yuborish bo'lishi mumkin. Ikkinchisi fizioterapiya. Bunga elektroterapiya, magnit, ultratovush, termoterapiya va issiqlik yoki sovuqlik yordamida hamda lazer terapiya bo'lishi mumkin. Keyingisi fizioterapevtik mashqlar. Ushbu usul ma'lum guruh mushaklarini mustahkamlash yoki bo'shashtirishni nazarda tutadi. To'rtinchisi ortopedik qurilmalar. Bular bandaj yoki ortezlar, korrektorlar yoki maxsus pataklar bo'lishi mumkin. Beshinchisi ortobiologik terapiya. Bunga PRP, ya'ni qondagi trombositlar orqali regeneratsiyani rag'batlantirish, SVF, ya'ni yog' to'qimasidan o'zak hujayralari yordamida yoki BMAC, qizil suyak ko'migidan o'zak hujayralaridan foydalanish bo'lishi mumkin. Keyingisi dieta va turmush tarzini o'zgartirish. Omma ko'p ham ahamiyat bermaydigan, lekin juda muhim nuqta. Bunga vazn nazorati, kalsiy, vitamin D ga boy oziqlanish va faol turmush tarzi, masalan, muntazam jismoniy mehnat misol qilishimiz mumkin. Oxirgisi xalq tabobati, masalan, o'tli damlamalar, ortoped ko'rsatmasiga ko'ra qilingan manual terapiya va massaj misol bo'ladi. Ammo unutmaslik kerakki, malakali ortoped shifokor jarrohlik amaliyotini tavsiya etsa, demak, buning uchun unda odatda asos bo'ladi. Ushbu asos xususida u bilan batafsil gaplashish, amaliyot o'tkazmagan taqdirda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar bilan tanishish va ularni oldini olishga harakat qilish kerak bo'ladi. Sizga jarrohlik amaliyoti tavsiya etilgan, lekin buning uchun sizda uni o'tkazishga imkon yoki xohish bo'lmasa, biz bilan quyidagi raqamlar orqali bog'laning. Biz sizga og'riqsiz qadam tashlashga yordam beramiz. Salomat bo'ling.